O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga transport xizmati ko'rsatishni tashkil etish tizimini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonuni qabul qilindi. Mazkur qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish kiritildi. Ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 99-moddasida yo'l qurilishlar sifatini nazorat qilish inspeksiyasining ko'rsatmalarini o'z vaqtida bajarmaganligi uchun mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 70 barobar miqdorida jarima belgilangan edi. Bu 1 yil ichida takroran sodir etilgan hollarda bazaviy hisoblash miqdorining 151 miqdorida jarima solishga sabab bo'lar edi. Yangi qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga 198.9 moddasi kiritildi. Mazkur moddaga asosan O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi transport nazorati inspeksiyasi hamda uning hududiy bo'limlarining ko'rsatmalarini bajarmaganligi uchun jismoniy shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobar miqdorida, mansabdor shaxslarga esa bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobar miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. 1 yil ichida takroran sodir etilgan holatlarda esa jismoniy shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobar miqdorida, mansabdor shaxslarga esa bazaviy hisoblash miqdorining 7 barobar miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Bu bilan esa mana shu hozirgi kunda respublikamizda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlarga yengillik yaratildi va jarimalar miqdori kamaytirildi.